2025-yil Tailandning Bangkok shahrida o'tkazilgan Xalqaro geografiya olimpiadasi bronza medalistiman. Umuman olganda 2025-yil men uchun muvaffaqiyatlar yili bo'ldi desam bo'rttirish bo'lmaydi. Umuman olganda o'zi har yili muvaffaqiyatlar yili hisoblanadi-yu, lekin aynan ushbu yil 2025-yil umuman esdan chiqmaydigan yil bo'ldi. Buni eng katta sababi esa albatta boya aytib o'tganimdek xalqaro olimpiadaning medali hisoblanadi. Bu nafaqat men uchun, balki butun O'zbekiston uchun ham katta yutuq bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Negaki O'zbekiston shu paytgacha IGOda, ya'ni xalqaro geografiya olimpiadasida shu paytgacha medal yutmagandi. Birinchi medalni men O'zbekistonga tuhfa qilish va yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish, shu dunyo arenalarida ko'tarish menga nasib qilgandan men o'zimni juda baxtli his qilaman. Prezidentimizni bizga bildirgan ishonchlarini, jumladan olimpiada g'oliblarini taqdirlash jarayonida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yil hisobida, umumiy hisobda olimpiada g'oliblariga 13 milliard so'mdan ortiqroq pul mukofotlari ajratildi va shulardan ozroq menga ham nasib qildi va shaxsan Xalq ta'lim vazirining o'zini qo'lidan olish menga va biz kabi yoshlarga yaratilayotgan yuksak imkoniyatlarni bir namunasi desam adashmayman. Kelasi yil ham aynan ushbu olimpiadada qatnashib, endi bu safar nasib bo'lsa O'zbekiston tarixidagi birinchi oltin medalni olib kelmoqchiman va shu o'rinda kirib kelayotgan yangi yil bayrami barcha O'zbekiston xalqiga muborak bo'lishini tilab qolaman va kelgusi yil sizga ham va shu jumladan bizga ham muvaffaqiyatlar yili bo'lishini tilab qolaman.